O'g'lim davolatishga 500 dollar pul zarur bo'lib qoldi. Aka imkoningiz bo'lsa berib turing. Bo'ldi, hozir olib chiqib beraman. Voy, kuna yomonlashyapti-yu. Mana 500 dollar. Rahmat aka. Tezda qaytaraman. Ha, Sherzodjon, hammomda suv yaxshi kelmayapti. Kelib shuni to'g'rilab berib keting. Ha, aka bitta joyda ish qilib turdik, shuni tugatib o'tamiz. Cho'y-poy ham qiladimi-deydi ballar? Mayli aka, boshqa safar. Ha, bo'ldi-da. Ko'rishamiz, sog' bo'linglar. Qani sog' bo'linglar aka, charchamang. Pul bermaydimi akaxoningiz? Birotta ozgina qarzim bor, o'shanga hisoblashib olamiz. Ha, Sherzodjon qo'yib bergan nasosingiz bor edi-yu, o'chib yonib ish ko'rsatdi. O'shani kelib ko'rib bering. Aka, chinday turib bo'shab o'taman. Ha, bo'ldi, esingizdan chiqmasin, tezlashtirib ko'rib bering. Aka, nasosni oldim, tuzatib o'rnatib ketaman. Ha, bo'ldi-da, tezlashtirib o'zingiz o'rnatib ketarsiz. Ha, bo'ldi aka, tezlashtirib qilib beraman. Taksiga qoldim. Ha, keldi. Bu taksida yuravermasdan mashina ovozsiz bo'lmaydimi? Ishingizga как раз kerak bo'ladi. Ha, mashinaga prava yo'qda aka. Ha, o'qib ovozsiz bo'lmaydimi? Namangan shaharda o'zi tanishim bor. Telefon qilib aytib qo'yaman, borib o'qib olasizmi? Zo'r bo'lardi aka, o'qib olardim. Bo'ldi, telefon qilib aytib qo'yaman, boraverasiz. Ha, Sherzodjon bitta arzonroqqa katyolda uchrab qoladi. O'shani oldim. Shu 4 uyda ataplardan qilib yuborish kerak. Vaqtingiz bo'lsa kelib o'rnatib ketasizmi? Katil oldingizmi? Bo'ldi aka, bo'shaganda borib o'rnatib beraman. Aka, katilni o'rnatib qo'ydik. Havo sovishi bilan suvlarni qo'yib tekshirib berib ketaman. Yeb bo'ldi-da. Ha, hali o'g'lim kasal, 500 dollar berib turing deb pul ola olasiz. O'sha nima bo'ldi? Aka, uyingizda 5-6 marta ish qildim. Xizmat haqiga o'sha puldan minus qilasiz deb o'ylabman. Siz ajoyibmisiz? Qanday u puldan minus qilaman? Men sizga u pulni qarzda berganman. Uyimda 5-6 marta ish qilgan bo'lsangiz, men sizga qancha yaxshilik qildim. Prava degandingiz, pravazni olib berdim. Mashina dedingiz, mashina olib berdim. Shuncha yaxshilik qilganimda uyimda 3-4 marta ish qilib turib, minnat qilasizmi endi? Uzr aka, unda harakat qilib beraman. Aka, kartangiz bormi? Ayting, men tashib yuboraman, menda bor. Bekor tashlab berdingda, o'zim qilib berardim. Bu bratan iflos odam ekan u. Prava mashina olib berdim deydi. Pravani o'qib o'zingni pulingga olgan bo'lsang, ham mashinani tanishidan variantga olib bergan bo'lsa, o'zing pul to'lab haydab yuribsan. Uyimda 1-2 marta ish qildim deydi. Ularning hammasini to'playdigan bo'lsa 2000 dan oshiq ish qildik biz. Mayli qo'yaver, og'ir kunimda yordam qilgan brat.